Shov-shuvli bayonotlari bilan tanilgan Uganda generali Muhoozi Kainerugaba Turkiyadan $1 milliard va mamlakatdagi eng chiroyli ayolni berishni talab qilib chiqdi. U bu haqida X tarmog'ida post qoldirgan, biroq ko'p o'tmay uni o'chirib yuborgan. Kainerugabaning ta'kidlashicha, Ugandaning mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlash borasidagi sa'y-harakatlari e'tirof etilmay qolgan va buning uchun moliyaviy tovon to'lanishi lozim. U postlarida Turkiyani Somalidagi biznes va infratuzilma loyihalaridan, xususan poytaxt Mogadishodagi portlar va aeroportlardan foyda ko'rayotganlikda ayblagan. Uning da'vosiga ko'ra, Turkiya bu loyihalardan daromad olayotgan bir paytda Uganda ko'p yillar davomida xavfsizlik bo'yicha og'ir mas'uliyatni o'z zimmasiga olib kelgan. General agar talabi 30 kun ichida bajarilmaydigan bo'lsa, Turkish Airlines parvozlarini taqiqlash va diplomatik munosabatlarni uzish bilan tahdid qilgan. Muhoozi Kainerugaba Ugandaning amaldagi prezidenti Yoweri Kaguta Musevenining o'g'li bo'lib, u mamlakat mudofaa kuchlari bosh qo'mondoni hisoblanadi. General Muhoozi 2022-yil oktyabrda ijtimoiy tarmoqlarda 2 hafta ichida Keniya poytaxtini bosib olish haqida post qoldirgan. Shundan keyin otasi Yoweri o'g'lining bu xabari uchun uzr so'rashga majbur bo'lgandi. Shuningdek, u oldinroq Italiya bosh vaziri Giorgia Meloniga uylanish evaziga 100 bosh zotli sigirlardan berishga tayyorligini aytgandi.